birinchi marta kakao ko'tarib ishxonasiga borganman bularni. Bitta shoxcha gul bilan. O'shandan boshlangan. Juda 2 hafta turgan vazimda umuman so'lamagan. Men uchun bu juda yaxshi belgi bo'lgan. Eng yaqin o'rtog'im Muhammad Alini, uni ayollari sababchi bo'lgan. Birga ishlashgan bo'lgan. Menga seni avvalambor ichki chiroyliliging yoqadi. Dobri qalbing yoqadi. Har doim hammaga yordam berish xohlashing yoqqan menga. Ko'zing kulib turishi yoqadi har doim yoqqan. Menga sizni birinchi bor mehribonligingiz yoqadi. Ota-onangizga ming rahmat. Sizni shunaqa mehribon, qalbi yumshoq odam qilib o'stirishgani uchun. Men siz bilan o'zimni doim himoyalangan his qilaman. Men hayotimda siz paydo bo'lganingizdan keyin men har doim shunaqa bitlib, ochilib yuradigan bo'lib qolganman. Bundan keyin ham Xudo xohlasa har doim yuzingni kulgaritmaydigan qilaman. Har doim kulib yuradigan qilaman. Bundan-da yaxshi joylarga, narsalarga olib borib ko'rsatib, doim baxtli bo'laylik. Juda ham xursandman. Baxtliman. Sandek qizni Xudoy menga ko'rsatganiga. Baxtliman. Sizdagi insonni Alloh meni taqdirimga yozgan.